Va alaykum assalom. Sizga bitta retsept aytaman. Qolgan videolarga boshqa retseptlarni aytaman. Qarang, grija uchun maisga asal bor-ku, ana shuni belingizga surtasiz. Endi grijaga surtasiz-da. Tushundingizmi? Undan keyin hozirki yo'q, lekin chiqadi nasib etsa lapuh, ya'ni qariqiz bargi. O'sha lapuxni bargini bir 2 minut qaynoq suvga tutib turasiz-da, belga bosasiz. Keyin salafan bilan o'rab tashlaysiz. Ertalab qilsangiz kechgacha. Salafan bilan keyin yana issiqqina narsalar bilan. Tushundingiz-a? O'rab tashlaysiz. Bir hafta qilasiz. Mana shunday qilib. Har kun. Bir haftaning ichiga 2 marta kechasi ham shunday qo'yib o'tasiz. Kunduz kun qilasiz, kechasi ham shunday qilasiz. Bir hafta. Shunday bitta retsept bor. Qolgan retseptlar keyingi videolarda.